Assalomu alaykum. Juma ayomingiz muborak bo'lsin qizlarjonlar. Bugungi juma kuni menga juda ham xayrli kun bo'ldi. Alhamdulillah. Allohimiz sabrimiz ko'tarmaydigan sinovlar bermaydi. Men shu narsani ko'taraman ekan. Menga bu sinov emas, bir yaxshilikka deb qabul qildim. Esinglarda bor, 4 yil oldin o'zimdan 10 yoshgina uylanmagan bolaga tegib olgandim, boshini aylantirib. Shu boshini aylantirib tegmagan bolamda ikkita farzandli bo'lib oldim, alhamdulillah. Va shu inson bывший erim deyman уже. Bugun mana juma kunida chiroyli guvohlarni yonida javobim berdi. Alhamdulillah. Alloh xayrli qilsin. Endi u inson uylanishi mumkin, to'ylar bo'lishi mumkin. Sizlarga aytib deb nikohlarimiz shartlari hamma narsani aytganimdek, yana aytib qo'ymoqchiman. Turmush o'rtog'im va'dasida turib, mana meni ustimga xotin olmadi, ustimga uylanmayapti, meni javobim berib endi uylanyapti. Bugundan boshlab ajrashdik. Shuni aytmoqchi edim sizlar. Bu narsani omma gap chiqib gapirishim shart emas edi, lekin gapirmasam bo'lmaydi. Nimaga deganda, ertaga u bolani to'yi bo'lib, bayramlar, marosimlari bo'lganda albatta menga jo'natishlar mumkin. Bu erisku, uylanyapti-ku, to'y bo'lyapti-ku deb, shunga уже erim emas, уже uylansa ham bo'ladi, xohlaganini qilsa bo'ladi. Bizni shu menga uylanayotganda shu aytganda, ota-onamni rozi qilib ko'ndirib, sizlarni olib ketib yashayman, bitta nikoh bilan o'taman, uylanmayman deganda, afsuski ona rozi, xudo rozi degandek, onasi rozi bo'lmagani sabab onasini ko'nglidagidek qiz olib berish kerak, ya'ni uylanish kerak. Shuning uchun hayotimizni davom ettirsak bo'lardi. Masalan, uyda men bolalarim bilan erimni kutib, u yoqda onasi bilan boshqa xotin bilan yashasa bo'lardi, lekin bu narsaga men ko'nmayman, bilasizlar. Bu narsani ko'tara olmayman. Shuning uchun javobim berib va uylanish yo'lini to'g'ri deb qabul qildi va uylanyapti. Uylansa ham kerak. Baxtini bersin. Meni bu insonga hech qanaqangi yomonligim yo'q. Oila muqaddas narsa, uni saqlab qolishga shu bir necha oylardan beri bir necha marotaba juda ham ko'p harakat qildik. Va yonimda ikkita yo'l bor edi. Shu bывший turmush o'rtog'im aytmoqchi, даже uni onasi o'zi taklif berganidek, sizlar bilan ham yashaversin va menga ham kelin olib bersin degan. Masalan, sabr qilib oilam buzilmasligi uchun chidab farzandlarim uchun farzandlarimni dadasi keladi-ku deb, ya'ni men birinchi xotin, katta eshigida ikkinchi xotin bo'lib, shunaqa ikkita xotinli bo'lib yashasa bo'lardi, lekin bu narsani men toqatim ko'tara olmaydi. Allohdan so'rayman, har doim toqatim ko'tara olmagan sinovlarni menga berma deyman. Shuning uchun ham men yolg'iz ona bo'lish yo'lini tanladim, shuni to'g'ri deb bildim va juda ham ko'p harakatlar orqali mana shu javobimni olishga erishdim. Nimaga deganda, ertaga birovga uylanib, men u narsani ko'tara olmasdan boshqa bo'lganidan ko'ra, o'sha yolg'iz farzandlarim bilan baxtli yashashni afzal ko'rdim qizlar. Va yana bir masala, domlaga borib savol berganmiz. Savol berilganda aytilganki, shu ayolimni yaxshi ko'raman, farzandlarimni yaxshi ko'raman. Onam bularni qabul qilmayapti. Shu sabab onam uchun, onam meni qarg'amasligi uchun, onam rozi bo'lishi uchun yana bir boshqa ayolga uylanmoqchiman, lekin o'zimda xohish yo'q deganda domla aytgan. Agar siz ayolingiz bo'la turib, onangiz roziligi uchun onangiz deb uylanadigan bo'lsangiz, bu nikoh sizga harom nikoh hisoblanib qoladi deyilgan. Shunga bu bola ham juda ko'p o'ylanib, hozir to'g'ri qaror chiqardi. Masalan, hozir men bilan yashab turib, onasini deb uylansa, u yoqdagi nikohi ham shu domla aytmoqchi, harom nikoh hisoblanib qolar ekan. Shuning uchun shu bizdan voz kechib qo'ya qoldi. U yoqda onasini rozi qilib, hali majbur emas, o'zi xohlab uylanish uchun. Xullas, baxtli bo'linglar. Men yomonligim yo'q.